Bugungi mavzumizda grammar and main body. Xo'p do'stlar, grammatik yoki main bodyni ko'rsatishdan oldin sizlarga aynan multi-level imtihonida beriladigan o'sha multi-level imtihoni uchun berilgan kriteriyalarni yana bir marta ko'rsatib o'tmoqchiman, aynan grammar point bo'yicha. Qarang, sizni writingiz mana bu task 2 bo'yicha ko'ryapman. Task achievement bo'yicha, ya'ni savolga qanchalik to'g'ri javob bera olishingiz, grammar range and accuracy bo'yicha, vocabulary range and appropriacy bo'yicha va coherence and cohesion bo'yicha tekshiriladi. Endi biz bugungi darsimizda aynan sizlar bilan mana bu grammar range and accuracy ga e'tibor bermoqchiman. Okay? Endi mana bunga qarasalaringiz, do'stlar, aynan mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Oops. Yes. So what is going on? I think. Okay. Mana qaranglar. Mana bu yerda mana band score ga mana C1 qilgan. Ko'ryapsiz? Mana C1 daraja qo'ygan. Bu aynan C1 darajada mana bu grammar qanday bo'lishi kerak. E'tibor bering. Mana shularga qaraymiz va shunga qarab o'rganib ketamiz. Sizda C1 darajada grammatika bo'lish uchun you have to use a variety of complex structures. Ya'ni katta xilma-xillikdagi murakkab gaplardan foydalanishingiz kerak. Birinchisi. I use is with full control. To'liq nazorat, flexibility and sophistication. Bular masalan moslashuvchanlik va murakkablik bilan qo'llanilishi kerak. Endi bu degani C1 daraja xato qilmaydi, xato qiladi. There are few errors. Qarang, few degan so'zni menimcha grammatika o'qiganlar hammasi yaxshi biladi. Few degani bu ozgina. Masalan, bitta yoki ikkita desa bo'ladi. Xatolar bo'ladi, lekin good control of grammar and punctuation. Yaxshi nazorat qila oladi grammatikani va nima? Punktuatsiya, ya'ni o'sha virgullar, nuqtalar, tinish belgilar qo'yishdi. Endi do'stlar, buni aynan B2 levelda qanaqa? B2 levelda a mix of simple and complex structures. Tushunasizlar? Tepada a variety of, pastda a mix of qo'llanilishi kerak. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Xo'p, bu o'zi complex structures bu nima? Okay? Endi mana bu yerda men sizlarga buni tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, biz aytayapti, boshda mana ko'rib yozib olay, esimdan chiqib qolmasidan. Qaranglar. C1 level aytayapti. A variety of complex structures. B2 level aytayapti. Qarang. A mix of complex structures deb ketyapti. Endi bularni bir-biridan farqi nimada? Qarang, a variety of degani, masalan qarang. Aytaylik 5 to 7 masalan types of different grammar structures masalan complex grammar structures deylik, mana qarang. Tabiiyki 5 ta yoki 7 ta turdan iborat deydigan bo'lsak, masalan kamida 5 ta 7 ta demaylik, 5 tadan допустим 10 tagacha. A mix of deganda bolalar tushuniladi, nisbatan limited bo'lgan. Kamroq, masalan 2 tadan 4 tagacha. 2 to 4 masalan types of aytaylik complex structures qo'llanilishi kerak. Tushunasizlar? Ya'ni C1 daraja olish uchun sizda grammatik qo'llayotgan strukturalaringiz xilma-xilligi ko'p bo'lish kerak. Okay? Endi biz bunaqa mavzularni masalan kunduzi qilayotgan live streamlarimizda ham ko'p berib boryapmiz va hokazo. Bugun iloji boricha tezroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Kelishdik? Chunki bizda main body darsi ham borda. Endi qarang, umuman olganda, qarang, there are four qarang, general categories of sentences. Umuman olganda gaplarni do'stlar, 4 ta katta kategoriyasi bor. Ular qaysilar? Ular simple sentences, sodda gaplar, compound sentences, qo'shma gaplar, complex sentences, bu nima? Murakkab gaplar va undan keyingisi complex compound sentences bo'ladi. Qo'shma murakkab gaplar. Xo'p, endi qarang, bular hammasi bir-biridan farqi qanaqa? Mana shularga hozir alohida to'xtalib o'tamiz, xudo xolasa. Okay? Qaranglar yaxshilab. Xo'p, birinchi o'rinda do'stlar,
oddiy gaplar qanaqa? Simple sentence'larni bolalar uni ichida qisqa qilib aytganda bitta ega bilan bitta kesim bo'ladi. Ya'ni u yerda e'tibor bering. Masalan no use of masalan linkers that change the grammar pattern. Plus grammatik bolalar xilma-xillikda o'zgartiradigan bog'lovchilar foydalanilmaydi. Mana masalan qarang, oddiy ega bilan kesimda gap beryapman. Masalan they have discovered the truth masalan yesterday. No, recently deylik. Mana qarang. Ular yaqinda sirni fosh etishdi deganlar gapni oladigan bo'lsam, do'stlar, mana bu yerda they bor, meni gap egasi, have discovered bor, gapni kesim. Ya'ni umuman olganda bolalar they have discovered bitta gapda kesim kelyapti xolos. Hech qanaqa bog'lovchilar bilan masalan ikkita gapni bitta qilib tuzganim yo'q. Okay? That's all. Endi qarang, compound sentencelar qanday bo'ladi? Compound sentencelar do'stlar are formed with the use of qarang coordinating conjunctions. Qarang, bular coordinating conjunction orqali yasaladi. Ya'ni bu coordinating conjunction degan sizga noto'g'ri tuyulmasin. Bu ham qanaqadir ma'noda linkerlar. Okay? U linkerlar qaysilar? Ularda biz mana nomlab olsak bo'ladi. Fanboys ko'rinish. Ya'ni har bitta harf o'ziga xos linker ifodalaydi. Ya'ni masalan f ga to'g'ri keladi for. Bu for bolalar uchun ma'nosida emas. Bu bolalar because ma'nosida. Chunki ma'nosida keladi. Okay? Keyingisi and, a dagi and, fan dagi n bolalar norni bildiradi. Bu inversiya holatda yasaladi. Nor kelish inversiya bo'ladi. Keyingisi b holat bolalar but, o holati bolalar or, yet va keyingisi qaysi? So bilasiz. So bilasizlar, shuning uchun ma'nosi keladi. Mana masalan qaranglar. Masalan the police are trying to find the criminal but there is not any evidence of him masalan da. Qarang, politsiya harakat qilyapti topishga jinoyatchini, lekin uni hech qanaqa evidence yo'q. Masalan, evidence bilasizlar bu yerga nima? Hech qanaqa dalili yo'q uni demoqchiman. Masalan, kalavani uchi topilmayapti hali. Ya'ni mana bu yerda batni qo'llaganim bolalar, e'tibor bering. O'z-o'zidan mana bitta gap kelyapti. Bitta sodda gap va ikkinchi sodda gap, ikkita sodda gapni bir-biriga bog'lab beryapti. Okay? Aynan bat borligi buni compound gap qiladi. Ya'ni gapning strukturasini qaranglar-da, qanday bo'lyapti? Ega bilan kesimni berdim. Undan keyin mana bu yerda yozibman, qaranglar. Virgulni berib turib, mana fanboysdan bittasini qo'yaman-da, keyin yana qaysi? Ega bilan o'z-o'zidan kesimni berib ketyapman. Tushunyapsizlar? Mana shu holatdagi grammatik struktura bu yerda yasalyapti. Xo'p, endi qarang, for ga tuzmoqchiman gap. For ga. Xo'sh, qarang. We have to masalan encourage qarang, people to recycle as much as possible for qarang, for this practice benefits the environment to a great degree. Mana qaranglar, gapga e'tibor beraylik-da. Biz encourage qilishimiz kerak, ruhlantirishimiz kerak odamlarni recycle qilishga as much as possible, ko'proq recycle qilishga, qayta ishlashga encourage qilishimiz kerak. Chunki bu praktika foyda keltiradi atrof muhitga nima katta miqdorda deb aytyapman. Tushunyapsizlar? Mana shu holatda keladi. Endi qarang, shu yerda bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Just a second. Can I find that? Yes. Mana lug'atdan olib bolalar, sizlarga men ko'rsatmoqchiman hozir.
aynan for'ni belgi. Chunki bu ko'pchilikka haligi g'alati eshitiladi-da. Oldin umuman for'ni bunaqa ma'noda kelishini bilmagan. Endi masalan shunaqa holat borligini bilib, masalan o'ylash mumkin. Mo'j bu narsa xato deydiganlar ham bo'ladi ba'zilar. Mana bu lug'atdan ko'ring. So, mana for because bilan esga teng conjunction and old fashioned bo'lgan, to'g'ri. And old fashioned or literary. Literary degani bu masalan adabiy til ishlatiladi, ammo because ga teng. Mana gapni qarang. She remained silent. U sokin qoldi. For her heart was heavy and her spirit slow. Chunki uni yuragi og'ir edi va uni masalan ruh tushib ketgan, xolos ruh tushib ketgan deb aytayapti. Mana bu for bu yerda chunki ma'nosida kelyapti. Mana because bilan esga teng. Tushunyapsizlar? Xo'p do'stlar, compound sentencelar mana shu 6 xil, mana 7 xil nima orqali yasaladi, bog'lovchilar orqali. Masalan, so'ga tushsangiz ham bo'ladi. Qarang, oddiy gap yozaman. I was ill, so I didn't go to school. That's a very basic example or simple example that everyone can understand. Men kasal edim, shunchalar nima qilmadim? Короче, maktabga bormadim. Tushunyapsizlar? Xo'p do'stlar, hozirgacha xo'p, mana bu so'ni ishlatilishi borlar. Mana fanboysdagi demak mana s-ni so'ga teng qilib oldim, shuni qo'llab ketyapman. Mana qarangda, mana bu ega bilan kesim kelayotgan qism yashil olsa, mana sariq olsa, mana I was ill. Tushunyapsizlar? Ki mana fanboys qorada turibdi. Mana buni ham aytaylik bir rangi bo'yaydi. Yaxshi, mana yashilga olyapman. Mana pastda yashillab beryapman. Okay? Ega bilan kesim bu yoqda kelyapti. Option buni mana havo rangi olsam, mana I didn't go to school mana bu tomonga kelyapti. Mana tushunyapsizlar, mashg'ulot ketadi. Fanboysni gapni boshiga olib chiqib qo'yib bo'lmaydi, okay? Almashtirib qo'ymanglar. Endi bolalar, simple gaplarni ko'rdik, complex, compound ko'ring. Endi complex sentence qanaqa bo'ladi? Qarang, buni iloji boricha tezroq tushuntiraman. Chunki bitta complex sentence o'zini tushuntirib o'tirib, har xil holatlarni ko'rsatish uchun masalan qancha deylik. Даже 1 soat dars ketishi ham mumkin-da. Qarang, complex sentence qanday yasaladi? Bular are format using qarang, two clauses. Ikkita clause nima degani? Ega bilan kesim. Bitta ega, bitta kesim, ikkita ega bilan kesimli gaplarni qo'llash orqali ishlatiladi. Ya'ni bu ikkalasi qanaqa? Qarang. Bitta independent clause bo'ladi, mustaqil taraf, a bittasi dependent clause bo'ladi. Qanaqa? Nomustaqil taraf bo'ladi. Tushunyapsizlar? Va bular bilan qo'shilgan holatda bolalar, bularga qo'shilgan holatda bitta nima keladi? Qayerga qo'ygan ekan? Just a second. Mana qarang. Mana yozaylik, independent clause, dependent clause va bizga kerak bo'ladi subordinating conjunction kerak bo'ladi. Okay? Subordinating conjunction. Tepadagi qaysi edi? Coordinating conjunction. Ya'ni coordinating conjunction bo'lsa bu compound gap uchun bo'lar ekan. Subordinating conjunction bo'lsa bu complex gap uchun bo'lar ekan. Tushunarli-a? Endi mana qarang. Men bitta gap tuzaman, keyin bularni tushuntirib beraman. Mana shularni qilayman. Masalan, bizga muhim elementlar qaysilar desa, bunday qilamizda. Mana. Okay. So, yes, mana. Mana pastdagi uchalasi orqali biz yasaymiz. Endi mana qarang, gapni qarang. Masalan, men yozyapman. Qarang. I will masalan establish, I will set up my own business if my salary reaches masalan $1,000 per month. Mana qarang. Men o'zimni biznesimni boshlayman. Agar meni oyligim yetsa qanchaga? $1000 ga. Endi qarang, subordinating conjunction bu qo'pol qilib aytganda bolalar, gapda kelayotgan linker, bog'lovchi. Qo'pol aytganda. Okay, shunaqa deb tushunaylik o'zimizga. Ya'ni buni men masalan subordinating conjunction mana bu havo rangda olsam, menda bog'lovchim qaysi bu yerda? If mi? Mana if. Okay? O'zi ikkitagina harf, lekin mana shu conjunction vazifasini bajaradi. Endi mustaqil taraf qaysi bo'ladi? Qaranglar, mustaqil taraf to'g'ridan to'g'ri ega bilan boshlangan taraf mustaqil bo'ladi. Ya'ni mana bu taraf I will set up bilan boshlanyapti-ku, to'g'rimi? Shu taraf mustaqil.
Nomustaqil taraf qanaqa? Nomustaqil taraf bog'lovchi bilan boshlanadi. Bog'lovchidan keyin kelgan taraf mustaqil taraf bo'ladi. Yana mana qarang. Linker plus subject plus verb bo'lgan taraf mustaqil taraf bo'ladi. Вот, nomustaqil dependent clause bo'ladi. Ya'ni mana ifdan keyin boshlanyapti-ku, to'g'rimi? My salary. Mana shu taraf do'stlar hozir bizda nomustaqil vazifasini bajaradi. Endi men buni mana bu yashilga olsam bo'ladi. Mana. Tushunyapsizlar? Mana shu holatda ketadi. Endi lyubochasiga mana gap tuzaylik. Masalan, because bilan gap tursa bo'ladi. Because ham mas murakkab gap holatiga kiradi. Masalan, qaranglar. Aytaylik, students can no longer pay attention to the class for masalan, students cannot pay attention to the class. Kimda deymiz? Students can modern students deylik. Modern namja ana qolib ketyapti mana. Many modern students cannot pay attention to the class for longer period because their attention spans have shortened. Qarang, men mana shu yerda bitta ideya berib ketyapman sizlarga. Shunaqa savolim bor, taji tushgan. Ya'ni hozirda talabalar darsga ko'p e'tibor bera olmayapti. Ko'p masalan konsentratsiya qaratib tura olmayapti. Sababi nima va hokazo degan. Ya'ni shunga masalan bitta zo'r vocab attention span have shortened. Qarang, attention span degani odamni bir narsaga e'tibor berib tura olish vaqti. Masalan, siz hozir men 19 minutdan beri dars o'tyapman. E'tibor berib, qarab chalg'imasdan telefoningizga qarab SMS yozibdan va hokazo qilmayapsizmi? Demak, sizda attention span hozirgacha 20 minut yaxshi bo'lib turibdi. Okay? Lekin men shu tempda davom etaversam, mana bir 30 minut 40 minutdan keyin o'zi sekinligi qimirlashni boshlaydi-da. Mana masalan, telefonga qaraydi, tam bir suv ichib keladi o'z-o'zidan, masalanda. Ya'ni attention span nima bo'ladi? Shortened bo'lib ketgan bolalarda deyapman. Endi qarang. Many modern students cannot pay attention to the class for longer period. Mana bu bitta qism. Because their attention spans have short. Bu ikkinchi qism. Endi qarang, o'rtada menda bog'lovchi qaysi? Because. Ya'ni conjunction because. Endi because dan keyin kelayotgan taraf o'zidan qaysi taraf bo'ladi? Bu nomustaqil qism bo'ladi. Ya'ni nima bilan kelyapti? Bog'lovchi bilan kelgan taraf dependent bo'ladi. Shuning uchun bu taraf men dependent clause uchun men yashilga olyapman. Tushunyapsizlar? To'g'ridan to'g'ri ega bilan boshlangan taraf, mana tepaga yozib qo'yaman buni ham. Subject plus verb bilan boshlangan taraf, ya'ni qaysi bo'ladi? Mana bu taraf, bu mustaqil taraf bo'ladi. Buni sariq qo'yamiz. Tushunyapsizlar? Ya'ni mana shu holatni bilinglar. Murakkab gapda ikkita qism bo'ladi, mustaqil va nomustaqil. Mustaqil qism qaysi desa ega bilan boshlanadi. Nomustaqil qism qaysi? Bog'lovchi bilan boshlanadi. Tushunyapsizlar? Bulardan yana bitta farqi borlar. Qarang. Independent clauses can make sense on their own. Mustaqil gaplar o'zi ma'no kasb etadi. But dependent clauses cannot. Dependent clause gap hosil qila olmaydi. Ma'no hosil qila olmaydi. Cannot have, qarang, a complete meaning. Ular to'liq nima? Ma'no bo'lmaydi. Mana gapga qaraylik, e'tibor bering, yaxshilab. If I had a masalan visa, agar menda viza bo'lganda I would travel to Europe. Men Yevropaga nima qilardim? Sayohat qilgan bo'lardim. Endi qarang. Mustaqil taraf mana bu taraf mustaqil. Mana sariq qolyapman. Bu taraf nomustaqil chunki if bilan boshlanadi. Okay? Endi men tasavvur qilinglarda, shu holatda menda mustaqil tarafda o'zi bor. Bu tarafni o'chirdim. I will travel to Europe. Yevropaga sayohat qilardim. Ma'no chiqyaptimi? Ma'no bor. Men Yevropaga sayohat qilardim. That's okay. Okay, you're going to travel to Europe, I understand. But
What about this one? Lekin mana bu holat bo'lsa-chi. Qarang, gapim qanaqa edi? If I had a visa degan gap. Endi mana bu qismda o'zini bolalar, mana bu yashil qismda o'zini qoldirsamchi gapda, unda nima bo'ladi? Qaranglar. If I had a visa, agar menda viza bo'lsa, gap tugallanmayapti. Tushunyapsizlar? Gap tugallanmayapti. Ya'ni bu degani bu sal toshib kalla degani, qo'pol aytganda, bizda bu narsa wrong, xato, mistake bo'ladi. Nimaga? Chunki bu narsaning nomi fragment hisoblanadi. Fragment ya'ni bu juda ham umumiy bo'lgan bitta xato, ko'pchilik qo'llaydi. Faqatgina murakkabga bir tomon qoldirib ketishadi. Masalan, bunday gap yozadi-da bolalar. Даже mana bu narsa ham xato, yaxshilab e'tibor beringlar. Because, qarang, because hisoblanadi subordinating conjunction da. Subordinating conjunction hisoblanadi. Ya'ni bu degani, qarang. Men nima dedim? Nomustaqil bo'lgan taraf, mana bu nomustaqil taraf o'zi ma'no complete cannot have a complete meaning, qarang. On its own da mana. O'zi ma'no hosil qila olmaydi-da. Ya'ni u har doim o'zini bo'lgan mustaqil taraf bilan kelib yurish kerak. Tushunyapsizlar? Masalan, if I had a visa desam bo'l, ma'noy bu orqasidan gap kelish kerak bitta. Mustaqil taraf uni unda suyab yurish kerak. Tushunyapsizlar? Because mana subordinating conjunction, ya'ni bu nima qiladi? Complex gap yasaydi. Complex gap yasaydi. Ya'ni bu degani, bu narsa qarang. Cannot come on its own. O'z yolg'iz kela olmaydi. Masalan, mana bu gap xatoda bolalar. Sizlar bunday deysizlarda ko'plaringiz. Masalan, qarang, bunday deysizlar. I have to study hard. Mana. Because I need to get a certificate. Chunki men nima qilishim kerak? Sertifikat olishim kerak. Mana bu gapga qaraylik. Men o'qishim kerak. Chunki men sertifikat olishim kerak. Bu gap o'zbekchada to'g'ri o'xshaydi. Endi mana bu tarafda o'zini bundoq qarasangiz, mana bu murakkab gap, linker va bundan gap bilan kesib keladi. Bu tomon dependent clause hozir. Buni o'zi kelish mumkin emas. Mana bu gapni qaranglar-da, bunday hosil bo'lib qoladi hozir. Shu gapni o'zi. Mana pastga olib ko'ryapman. Because I need to get a certificate. Sertifikat olishim kerakligi sababli nima? Xo'p, sertifikat olishim kerakligi sababli bo'ladi, gap tugamay qoladi. Ya'ni because I need to get a certificate, mana bu narsa bolalar incorrect deb yozyapman. Xato. Tushunarli? Buni to'g'ri variant qaysi? Mana variant to'g'ri bo'ladi. Because I need to get a certificate, I have to study hard. Men qattiq o'qishim kerak. Mana bu variant bolalar endi. Men sizlarga aytsam, that's the correct option. Okay? Mana bu holat mana to'g'ri bo'ladi. Xo'p, murakkab gaplarda demak ikkita qism bo'lar ekan, mustaqil, nomustaqil. Mustaqil va nomustaqil birinchi morfologik farqi, mustaqil taraflar to'g'ridan-to'g'ri ega bilan boshlanadi. Nomustaqil tarafni biling, bog'lovchi bilan boshlanadi. Bular yana bitta farqi, mustaqil taraf o'zi kela oladi gapda, ma'no hosil qila oladi. Nomustaqil taraf o'zi ma'no hosil qila olmaydi. Ular fragment deb nomlanadi. Xo'p, shu yergacha do'stlar. How you are understanding. Xo'p, qarayapmiz. Complex compound sentences. Qarang, endi bu o'z-o'zidan bunday narsada e'tibor beringlar. Complex sentence da nimalar bor edi? Subordinating, qarang. Subordinating conjunction la keladimi? Subordinating conjunction keladi. В общем, compound da-chi. Compound da eslangda bo'lsa, endi coordinating deyiladi-ku. Qo'pol aytganda ma'nolar kelgan. Buni adabiyotga o'zimizcha coordinating, subordinating bo'lmagan qanaqa bir narsa eski nimalardan yozuvchilarni ham chalg'itmaydi. Xullas, endi mana bu subordinating conjunction kelgan. Masalan, ular because bo'lishi mumkin, ba'zilari if bo'lishi mumkin, so that bo'lishi mumkin, maqsadida ma'nosi keladi yoki although bo'lishi mumkin mana. Yoki допустим when bo'lishi ham mumkin, shu ham kiradi. Yoki as if bo'lishi mumkin va hokazo. Tushunyapsizlar? Endi qarang.
fanboysni bilasizlar, tepaga tushuntirdim. Bular o'sha qaysilar edi? Mana bir qator eslab olamiz. For bu chunki ma'nosida, because ga teng. And yes, for, and, nor, but, or, yet, and so. Mana shular edi. Endi qarang, mana shu ikkalasi, masalan qarang, because'li bilan, masalan, mana tepadagi complex'li bilan pastdagi compound iboralari, masalan, and bitta gapda kelishi hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Buni tuzishning oddiy yo'li nima? Qaranglar, bitta murakkab gap tuzay, e'tibor bering. Masalan, although bilan gap tuzmoqchiman, qarang. Although I was very hungry, I did not eat anything on the table. Mana qarang. Garchi men juda ham och bo'lsam-da, men nima qilmadim? Stoldagi narsadan yemadim. Endi qarang, mana bu although ni qo'yganligim sababli, mana bu kompleks gap olib turay, mana yashilga. Although ni qo'yganligim mana bu gapni bola kompleks qiladi hozir. Okay? Endi shuni orqasiga mana oxiri ketiga masalan nima ulab yuborsam, compound deb iborasini tirs berib yuboradigan bo'lsam, bu gap kompleks emas, complex compound qo'shilib, o'sha complex compound gapga aylanadi. Mana qarang. Although I was very hungry, I didn't eat anything on the table. For I wanted to show masalan qanday? I wanted to show. Yoki bo'lsa for I was embarrassing from my soon to be masalan father in law. Yes. Qarang, soon to be degani tez orada bo'ladigan. Tez orada bo'ladi. Father in law degani qaynatam degani. Tushunapsizlar? Qonun bo'yicha dada degan ma'noda keladi. Yes. Mana bu for ni qo'yganim bola chunki ma'nosi keladi. Buni tushuntirdim tepada. Because ga teng bo'ladi compound gaplarida. Endi mana qaranglar. Gapni o'qing debda polnissi. Although I was very hungry. Garchi men juda ham och bo'lgan bo'lsam-da, I didn't eat anything on the table. Men stolda hech narsani yemadim. For I was embarrassing from my soon to be father-in-law. Chunki men o'tda o'tirgan o'sha kim bo'lajak qaynatamdan boyaga xisholat bo'layotgandim degan gap hosil bo'ladi. Ya'ni although borlik complex, for borlik compound ikkovi birgalashib complex compound gap hosil qiladi. Tushunarli? Yana bitta gap yozib beraman, qaranglar. When I asked, yoki masalan qarang, when I switched on the light, chiroqni yoqqanimda, I realized that qarang, the electricity masalan was cut off. Men sezdimki nima? Elektr tok o'chgan ekan. So I went out to buy some candles. Mana qaranglar. Qachonki men chiroqni yoqqanimda, mana when kelayotgan taraf bu murakkab gap. Yoqqanimda I realized that payqadimki the electricity was cut off. Elektr o'chgan ekan. Shuning uchun ham men nima qildim? O'sha ko'chaga chiqdim, nima sotib olgan? Boyaga shag'am deymizmi biz nima? Sham sotib olgani, ko'rchi ko'chaga chiqdim deb aytyapman. Endi bola mana bu joyda yana whenly taraf complex, solely taraf compound ikkovi qo'shilib complex compound gap hosil qiladi. Okay? That's it. Yes. Xo'p do'stlar, endi bitta narsani menimcha hozir tushunarli bo'lyapti. Ya'ni to'xtatmoqchi emasman sizlarni. Yana bitta narsani aytib o'tay. Hozir men sizlarga ko'rsatganlarim bu murakkab gap turlari emas. Okay? Murakkab gap turlari emas. Endi hozir vaqtga qarayman, agar ulgusam tushuntirib beraman. Xo'sh. Qarang. Endi bular to'rtta asosiy katta kategoriyasi. Okay? Ya'ni o'zi bular ham foydali juda. Qarang, masalan the types of complex sentence. Complex gaplar qanaqa turlari bor? Mana a variety dedim-ku tepada. 7 tadan masalan 8 ta 10 xil grammatik struktura qo'llashingiz uchun qanaqa grammatikali bo'lish kerak sizda? Qarang, bizda endi bor mana qarang, time clauses keladi murakkab gapda. Contrast clauses keladi, zidlov ergash gaplar. O'sha reason clauses keladi, sabab ergash gaplar. Purpose clauses keladi.
o'sha maqsad ergash gaplar. Keyin clause of manni bor. Masalan, holat bildiruvchi yoki mana masalan bolalar conditionals bor. If'li gaplarni kelish holati yoki masalan qaysi participle gap bo'lishi mumkin yoki o'sha relative nima clause bo'lishi mumkin. Siz qo'llashingiz mumkin bo'lganda yoki yana nima o'sha mana result clauses bo'lishi mumkin bolalar. Result clauses bu natijani bildiruvchi ergash gaplar. Okay? Hozir pastga tushirib olaylik. Bitta ko'rib ketamiz. Yana qaysilar bor edi? Xo'p, endi masalan yana boshqalari, endi har xil holatlar, masalan aytaylik, inversion qo'llashingiz mumkin, masalan inversiya yoki cleft sentences qo'llashingiz mumkin. Bu ham grammatikani xilma-xillash yoki emphasis qo'llashingiz mumkin. Urg'u berib gapga-da. Yana nima? Xo'sh, close of time, manner, contrast, purpose, reason va hokazo. Keyin qolgani masalan endi o'zi mana bunday narsa, masalan mana bu contrast clause o'zi ham ancha mavzuga bo'linib ketar ichida. Masalan although, even though, though ni kelishi, though ni gap oxirida kelishlari, despite, in spite of, despite dan keyin masalan o'zi ot bilan ing kelsa, despite dan keyin ega bilan kesimni berish, masalan despite the fact that bilan. Undan keyin despite the fact that dan tashqari ham ega bilan kesim berish usullari bor-da. Participle clause ichiga kirgizib olgan holatda, mana shunaqa holatlari. Va общем, shunaqa bo'lib bular yana kengayib ketaveradi. Hozir nechta yozdim o'sha qaranglarda. Xo'p, 3, 6, 9, mana 12 ta tur yozibman. Endi bular ichidan ham bir-biriga bunday bo'lib yuborsangiz, kombinatsiya bo'lib o'sha ko'payib ketaveradi. Okay? Endi bulardan hozir birortasini o'tib beraman desam, to'g'risi uncha vaqtimiz ko'p ketib qolar ekan. Shuning uchun hozircha mana bu to'ralar gapni o'rgandingiz, do'stlar. Hozircha mana shekkacha ko'rganlarimiz menimcha enough for that. I mean for grammar parts. I mean hozirgacha do'stlar, hozirgacha qanday? Ya'ni simple, compound, complexlarni buni anglab oldikmi, tushunib oldikmi? Agar yes bo'lsa, yes deyoringizlar. Okay.